Prop kompaniyalar haqida eshitganmisiz? Ular sizga o'z kapitali bilan savdo qilish imkonini beradi, lekin undan oldin siz imtihondan o'tishingiz kerak. Bugun sizga aynan shu imtihon PropShot haqida batafsil gapirib beraman. PropShot bu sizning real bozorga tayyorligingizni sinovdan o'tkazadigan bosqichdir. Ya'ni sizga ma'lum miqdorda demo balans beriladi. Masalan 10 ming yoki 50 ming dollar. Sizga belgilangan muddat ichida odatda 1 oydan 2 oygacha muayyan foiz foyda qilish va riskni cheklash shartlari qo'yiladi. Masalan, sizdan kutilgan narsa 10% foyda qilish, lekin maksimal yo'qotish 5% dan oshmasligi kerak. Shartlar oddiy ko'ringani bilan bu jarayon ko'pchilik uchun haqiqiy sinovga aylanadi. Chunki bu yerda eng muhimi foyda emas, boshqaruv. PropShotdan muvaffaqiyatli o'tish uchun sizda 3 ta asosiy narsa bo'lishi kerak. Birinchisi strategiya. Qaysi yo'nalishda savdo qilasiz? Kirish-chiqish nuqtangiz qanday? Risk-foyda nisbati nechi? Bular aniq bo'lishi kerak. Ikkinchisi risk management. Har bir savdoda qancha risk qilasiz? Pozitsiya hajmi qanday belgilanadi? Stop loss va take profitlar qayerda? Bu detallar sizni sinovdan o'tkazadi. Uchinchisi esa psixologiya. Imtihon jarayonida eng katta raqib bu sizning hissiyotlaringizdir. Bir kunda foyda qilganingizdan so'ng haddan oshmang. Zarar ko'rganingizda esa revanch olishga urinmang. Barqarorlik PropShotning kaliti. Va albatta imtihon natijasini o'zgartiradigan eng muhim narsa tayyorgarlik. Ko'pchilik real savdo qilaman deb shoshiladi, lekin o'z strategiyasini testdan o'tkazmaydi. Shu sababli bizning kursda har bir o'quvchi real imtihonga kirishdan oldin 3 oy davomida nazariy va amaliy tayyorgarlikdan o'tadi. Siz har bir bosqichda ustozlar bilan ishlaysiz, strategiyangizni to'g'rilaysiz va eng asosiysi real bozor sharoitida fikrlashni o'rganasiz. Shunda siz PropShotni oddiy test emas, odatiy ish kuni sifatida ko'rasiz va bu sizni natijaga olib chiqadi. Shuning uchun esda tuting, PropShotdan o'tish bu omad emas, bu tayyorgarlik natijasi. Agar siz ham haqiqatdan tradingni kasb sifatida o'rganmoqchi bo'lsangiz, o'zingizga sarmoya qiling. Bilim oling va imtihonni qo'rquvsiz bosib o'ting. Chunki eng katta foyda bu kapital emas, tajriba va boshqaruvni o'rganishdir. Agar siz ham PropShot imtihoniga tayyorlanmoqchi bo'lsangiz, bizning dastur siz uchun. Kursga yoziling, biz bilan birga tayyorlaning va Prop imtihonini birinchi urinishdayoq oling. Moliyaviy mustaqillik sari birinchi qadamingizni hoziroq qo'ying.